$3000 xarajatingiz bor. Mana shu joyga shuni $3000 sotib olasiz. Oyiga $500-600 daromad qilsangiz bo'ladi. Somsa biznesi, Somsa Foodni o'zi yurg'izishgan ekan. Sal vaqt to'g'ri kelmagani hisobiga hozir sotuvga chiqaryaptilar. Oyiga $100 dan arenda ekan, atigi $100 dan. Birinchi liniyada joylashgan. Bu yoq tarafi Afruz chorrahadan tevurishingiz, bu yoq tarafi Farqatskiy tarafga ketaverishingiz bo'lyapti. Endi kimgadir mana shu biznes qiziq bo'lsa, Somsa har xil bo'lichga har xil narsalar pishirib biznes qilsa bo'ladi bu joyda. Hop, ichlarini ham bitta ko'rsataman, ichida nima texnikalari borligini ham bitta ko'rasizlar. Nomerlar qoladi, aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol kelib ko'rib, talashib, tortishib egalari bilan suvdasini qilib olsangiz bo'ladi. Ichlarini bitta ko'rsatib chiqaman. Qaytib. Mana joyimizni ko'ryapsizlar, birinchi liniyada joylashgan. Hop, mana bu yerda mijozlar ovqatlarni ketishadi. Oddiy misol mana shu zontini $250 ga qilgan ekanlar. Hop. Ichkariga kirganimizda mana shunaqa yaxshi tarkiblar qilib qo'yilgan. Bu yoqda toster bor, termiz bor. Xullas hamma narsasini qilib qo'yilgan. Kimdir olsa ham shundoq kelib, mahsulotlarni olib kelib, sirazi ishga tushib olsa bo'ladi. Mana bunaqa pechkalari bor. Yaxshi pechka palon pulga olgan ekanlar, o'zi xolodilnik bor. Xullas sharoitlar qilib qo'yilgan ekan. Kimgadir shu joy qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar, yana kelib ko'rib o'zingizlar batafsil ma'lumotlarga ega bo'lib, suvdasini qilib olsanglar bo'ladi. Aloqaga chiqaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.